Animeland Uz taqdim etadi. Telegramdagi Animeland Uz kanaliga obuna bo'ling. Animeland, animelar dunyosi. Yig'ilish uchun ro'yxatdan o'tish muddati allaqachon o'tib ketgan. Lekin sinfni muddatidan oldin tugatish uchun yig'ilishda yaxshi baho olishim kerak. Men uchun istisno qila olmaysizmi? Oxirgi daqiqada shunchaki qo'shilib qola olmaysiz. Ishtirokchilar ko'pligi sababli jadval to'lgan. Iltimos, keyingi yig'inda kuting. Bu qachon bo'ladi? Rasmiy sana hali belgilanmagan, lekin bu bir necha oydan so'ng bo'ladi. Bu men uchun juda kech. Iltimos, menga bir yordam qila olasizmi? Men butunlay yangi turdagi golem yaratdim. Hoy, golem dedingmi? Men yangi turdagi golem yaratdim, lekin yig'ilishga ro'yxatdan o'tishni unutibman. Tushunarli. Kallang joyida ekanligi ko'rinib turibdi. Bunga nima deysan? Men seni tadqiqotchi yordamchi sifatida ro'yxatdan o'tkazaman. Agar sizning yordamingiz bo'lsam, golemni yaratdim deya olaman. Albatta. Ajoyib, bundan roziman. Yig'ilishning intiqlik bilan kutyapman. Siz aynan instruktor Rakvilning yordamchisi bo'lishingizga ishona olmayman. Biror narsa noto'g'rimi? U instruktor golemlarni boshqarishdan mutlaq eng zo'ri va u har yili yig'inlarda chaynani namoyish qilish uchun o'ziga odat qilgan. Bu muammoli tuyulyapti. To'g'risi, u har doim o'ziga raqib sifatida talabalarni tanlaydi va keyin ularni shafqatsizlarcha maydalab Qanchalik tashlaydi. bolalarcha? Eshitishimcha, u bu yili raqibini hali qidirayotgan ekan. Demak, u shuning uchun hozir shu yerda paydo Hali bo'lgan voz ekan. kechishga kech emas. Yo'q, iltimos, men uni yordamchi bo'lishda davom etiraman. Yig'ilishga kirishim uchun boshqa yo'l yo'q. リンカネーションリンカネーション新しい翼で空っぽだったこの手に握りしめたたった一つ夢があるから長い夜も高い壁も越えられる光だけ見つめて空が雲咲くように種が土割るように先の翼は抜き捨ててリンカネーションリンカネーション自分を信じて輝く目が鼓動がこの夢を走らせる少年リンカネーションリンカネーション愛を勇気にして心に翼をつけて今羽ばたけまっすぐにまっすぐに行こう決めた未来へBugun bizda o'qituvchilar tarkibidan taqdimotlar bor. Keling, ajoyib yer sehrini tomosha qilamiz. Keyingi taqdimot instruktor Rogvellerdan. Ushbu taqdimot uchun sizga o'zimning ajoyib jangovar golemimni taqdim etaman. Yana boshlandi, yana bir bechora. Men uning qurboni bo'lishini taniyapman. Balki u birinchi kursdir. Bu umuman yaxshilik alomat emas. U qishloqdagi golemlardan farq qiladi. Chunki ular jangovar golemlardir. Endi golemlarimiz jang qiladi. Yaxshi, o'zimniki tayyor. Mayli. Kel, Alfa. Bu metalldan yasalganga o'xshayaptimi? To'g'risi, golemni albatta tuproqdan yasalish kerak degan qoida yo'q. Bu nima o'zi? Bu mening golemim.
Men alkimiya sehri orqali yaratgan golem, lekin uni boshqarish uchun yer sehridan foydalanaman. Kimyodan bilan yaratdimi? Men hali qizg'in metallini hech qachon ko'rmaganman. Qasam ichamanki, u eng aqldan ozgan ishlarni xuddi nafas olganday va oson Mening ustozim bajaradi. shunaqa. Haqiqatan ham. Hazırlaşishni bos qo'l. Metal yer sehri bilan harakatlantirish uchun juda og'ir. Bu zirhning silliq harakatlanishiga yagona sababi uning ichida odam yashiringanligi, shunday emasmi? Ha? Ichida hech kim yo'q. Buning qismlari qog'ozdek yengil. Tushundim. U imkon qadar yengil qilish uchun yasalgan. Qanday sharmandalik. U juda ko'p mehnat sarflanganga o'xshaydi, lekin golemning bitta zarbasi bilan u parchalanib ketishi mumkin. Biroq achchiq saboq olish uchun yordamli hujumga golemlarim. Ularga yaratilgan eng kuchli qudratingizni ko'rsating. Bunga nima deysiz? Instruktor golemi parchalanib ketdi. Aql bovar qilmaydi. U metal mort bo'lish kerak edi, shunday emasmi? Jiddiy ko'rinishga ham to'g'ri keladi shekilli. Zararni tuzat. Barcha birliklar maksimal qattiqlik. Olg'a golemlarim. Mening ulkan mana zahiram. Bu bilan men bir vaqtning o'zida bir nechta golemni osongina boshqara olaman. Har tomondan kelayotgan hujumlarni atiga ikki qo'l bilan qaytara olmaysan-ku, to'g'rimi? Dunyodagi eng kuchli golem ustasining haqiqiy kuchidan bahramand bo'l. Ko'p nishonlar, unda quruq qo'l o'rniga bulardan foydalanishga to'g'ri keladi shekilli. Qilichlar chiqdi. Golem uchun qilishlar bu qarashda kuchli ko'rinadi, lekin juda yomon. Uzr so'rayman, lekin men seni tugataman. Bu sodir bo'lmaydi. U nima edi? U hozirgina nima qildi? Men ularni shunchaki oddiy kesib tashladim. Imkonsiz, golem qilichbozlar bunday harakatlantirisha olmaydi. Bu oddiy golem xolos. Mening golemim alkimiya sehri bilan yaratilgan, yupqa, yengil zirh bor. Shuningdek, men unga yer sehri bilan boshqarilishga moslashuvchan bo'g'inlar berdim. Bu harakatlanishni yaxshilaydi va mana sarfini kamaytiradi. Materiallar va boshqa komissiyalar bilan bu golem eskilarining qobiliyatlaridan oshib ketadi. Bu mening taqdimotim natijasidir. Nazariy jihatdan mantiqiy, lekin buni amalga oshirish imkonsiz bo'lishi kerak edi. Bu meni ko'tarilishim uchun yetarlimi? Yo'q, yordamchilar bunga loyiq emas. To'xtang, nima? Lekin agar mening golem laboratoriyamga qo'shilsangiz, u holda direktor sertifikat muddatidan oldin o'tishingizga ruxsat beraman. Mayli, agar yuqoriga ko'tarilish uchun shunday qilishim kerak bo'lsa. Men Arelman. Qabul qilganingiz uchun rahmat. Tanishganimdan xursandman. Mening ismim Qayede. Men amaliy ko'nikmalar imtihoni uchun sizni imtihonga oluvchi odamman. Endi esa keling darhol ishga kirishamiz va joyga boramiz. Siz yaxshimisiz? Ko'zlarimni nazarda tutyapsizmi? Taxmin qilganimdek meni ko'ra olmayman, lekin xavotirga hojat yo'q. Men narsalarni mavjud bo'lgan sehrlar bilan his qilaman. Agar sehringizga qarasam, shaxsingizni ham bilib olishim mumkin. Uning mana zaxirasi oxiri ko'rinmayapti va yana uning ichidagi bir nechta turdagi sehrlar aralashib ketgan. Bunday yashash imkonsiz. Biroq ular qandaydir tarzda muvozanatni ushlab turibdi. Yaxshimisiz? Men aynan sizdan shu narsani so'ramoqchi edim. Imtihon joyi Qulagi imperiyaning qabridir. U yerda qirollik oilasi dafn etilgan deb taxmin qilinadi. Sehr bu yerda ko'p yillar davomida to'plangan va endi u tirik murdalar makoniga aylangan yer ostida. Qorong'ulik. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Tirik murdalar har qanday yorug'lik manbasini yo'q qilish uchun keladi. Qarang, ular kelyapti. Holy Rai. Holy Rai. Holy Rai. Holy Rai. Holy Rai. Holy Rai. Iltimos, kuting.
imtihon joyi ichkariroqdami? Bu yerda paydo bo'lgan tirik murdalarni mag'lub etish edi. Shuning uchun siz allaqachon o'tdingiz. Shu sababli keling ortga qaytamiz. Agar sehringizdan qayta foydalansangiz, sizning ma'nangiz tugab qoladi. Lekin men zahiramning atigi 1% ishlatdim xolos. Isbotlashingiz kerak emas. Olira. Qanday mash'ura. Meni payqab qolganing tahsinga sazovor. Agar sen borligingni yashira olsang, demak sen yuqori darajali o'lik murdasan. Meni boshqa emas, balki Holiray. O'zimni tanishtirmasimdan oldin menga hujum qilishga qanday hadding sig'di? Gapimni tugatgunimcha odob saqla. Menga farqi yo'q. Bu sehr darajasi meni yenga olmaysan. Holiray, muqaddas xoch. Keling, qaytib meni ko'tarishim bo'yicha hujjatlarni topshiramiz. Anu, janobari, undan sizga ma'nomga asoslanib shuni ayta olamanki, menimcha u maxluq yuqori darajali tirik murda vayni. Oh, shunaqamidi? Menimcha u boshqalardan biroz farq qilardi. Chunki u gapira olardi. Va sizning Hoyel Cross sehringiz bu faqat haqiqiy iste'dodga ega bo'lgan tajribali jin chaqiruvchi qila oladigan yuqori darajali. Bu Holiray bilan deyarli bir xil emasmidi? Agar shunday qarashni istasangiz, mayli. Demak, menda yana bittasi qoldi. Qattiq ishlayapsiz, ha? Qanday yomon. Nega birdan boshimni uzib tashladingiz? Chunki o'qishimga xalaqit beryapsan. Lekin qora sehr maktabida ko'tarilish imtihoni yo'qligiga ishonish qiyin. Ilgari bo'lgan, lekin tizimning o'zi parchalanib ketgan. Bizda talabalar ham yo'q deyarli. Ha, atrofda boshqa talabalarni ko'rmayapman. Aytgancha, Nataliya, Nimaga? o'qish zalining orqasida o'sha xususiy xona nima o'zi? Uning eshigi mustahkam, lekin ichida hech narsa yo'q. Bu kitoblarda yozilgan sehrlarni sinab ko'rish xonasi. Boshqa maktablarda o'z sehrlarni bemalol tashqarida sinash mumkin. Lekin qora sehr odam umrini qisqartiradi. Buni bilish yaxshimi? U ehtimol menga qiyinroq sehr kitoblarini o'rgatishi mumkin. Odamlarni g'alati mavjudotlarga aylantira oladigan sehr. Bu aynan qanday kitob? Men buni olganimni eslay olmayapman. Unda sarlavha ham, muallif ham yozilmagan. Undan nima otilib chiqdi? Lekin bu mana qayerga ketdi? Va qandaydir yomon narsa edi. Sendan qarzdorman. Sen tufayli u yerdan chiqib oldim. Sen inson emasmisan, demon bo'lishing mumkin. Topding. U yerda juda uzoq vaqtdan beri qolib ketdim. Bu maktabda birorta jon u kitobga tegmagan. Bu degani sen mening xazoskorimsan. Senda qandaydir minnatdorchilik bildirishim kerak. Kerak emas. Bunchalik qaysar bo'lma. Menda bir fikr bor. Jinlar dunyosiga qaytish uchun menga katalizator kerak. Aynan insonning yangi qoni va go'shti. Va shunday qilib sen mening birinchi qurbonim bo'lasan. Ruxsat berasanmi? Kechirasiz, men rad etishga majburman. Portlash. Nima? Bunday bo'lmaydi. Sen allaqachon mening to'sig'imdasan. Bu to'siq barcha sehrlarni to'sadi. Sen endi mening o'lchamsan. Mayli, unda sen bilan buning o'rniga jang qilaman. Sen ahmoqmisan? Sehrgarlar qanday jang qilishini bilmaydilar. Sen Nataliya kabi o'lmaslik himoya bormi? Sen boshimni oddiy tayoqcha bilan kesib tashlading. Bu mevanilik. Men seni tushundim. Sen sehrli maktabdagi qilichbozsan. Yo'q, men sinfsizman. Nimalar deyasan? Nima bo'lganda ham sening sensiz ekanliging hech narsani o'zgartirmaydi. Shunchaki men uni o'ldira olaman. Ahmoq, bu befoyda dedim. Yo'q, to'xta buni. Bo'ldi, qil endi.
Siz demonlarda g'alati jismoniy xususiyat bor ekan. La'nati, bunday ketishda butun nimalarni sarflab qo'yaman. Bo'ldi, qiziq. Qanchalik kichkina bo'lishiga mumkinligini ko'rmoqchiman. Menga kerak emas. Yalinaman. Boshqa kichraytirma. Va buni xohlamaysanmi? Unda men seni qo'yib yuborishga roziman. Rostdanmi? Biroq bu nima? Bu qullik muhri. Nima? Men nega qandaydir inson bolasiga xizmatkor bo'lishim kerak? Aytgancha, menga qarshi chiqsang muhrni yana ham kuchliroq og'riq beradigan qilib yaratdim. Sen mendan battar demonsan. Kimgadir muomalani o'rgatish kerakga o'xshaydi. Men hech qachon yomon niyatda aytmadim, xo'jayin. Qandaydir shovqinni eshityapman, biror narsa bormi? Voy! Bu demonmi? Nega Uni bu o'zimga yerda muhrlab demon bor? oldim. Nima? Sariq sehr maktabi, oq sehr maktabi imtihonlaridan Qora o'tganingiz bilan maktabda tabriklayman. imtihon yo'qligi sababli bu degani siz endi barcha maktablarda ikkinchi bosqichda o'tdingizmi? Men o'ylaganchalik qiyin bo'lmadi. Ishonchim komilki, bu shaharda buni aytayotgan yagona odam sizsiz. Juda g'alati holat. Demak, bu yigitni tanish qilib oldingizmi? Ahmoq bola, kim biladi, men bilan gaplashayotganingda Hoy, ehtiyot bo'l. Kayto, uy hayvonlariga yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Tabiiy hayvoni. Menga past nazar bilan qarashga jur'at etma. Bak bunday qilma, Kufa. U ikkalasi uchun uzr so'rayman. Bu yigitni o'ltirish uchun bundan ham ko'proq kerak bo'ladi. Matti, tushlik uchun non sotib olib kel. Mening ismim Matsima. Sendagi ahmoqlar uchun uy hayvoni emasman. Hoziroq, tez orada nonangiz bilan qaytaman, xo'jayin. Yaramas iflos. Bir kuni shartnomani buzib, qasosimni olaman. 6 oydan so'ng. Qora institut rahbari Black Rekugo. Keling, yig'ilishni tezroq boshlaylik. Men taqdimotdan orqada qolyapman. Vaqt g'animat, shuning uchun asosiy masalalarni ko'rib chiqamiz. Hozirgi bu holat, bu kelgusi yil uchun biz ko'rib chiqayotgan grant taqsimotlaridir. Institutning operatsiyasi budjetiga o'xshash narsa faqat aholi soliqlari va xayriya tufayli amalga oshiriladi. Shunday qilib, miqdor va talabalaringiz xodimlaringiz soniga qarab va ularning shaharga qo'shgan hissasiga qarab belgilanadi. Bulardan birortasi haqida fikrlar bormi? E'tirozlar yo'q. Bu mantiqsizlik. Nima uchun qora sehr maktabi o'tgan yilgidan 40% dan kamroq miqdor oladi? Xo'sh, byudjetingiz har doim juda yuqori bo'lgan deb hisoblayman. Xodimlaringiz va talabalaringiz soniga qarab, ularning barchasi boshqa maktablar qiladigan 10% dan ham kamroq tashkil qiladi. Xo'sh, ko'ryapsizmi? Shuning uchun keyingi yil miqdorlar tegishli ravishda qayta ko'rib chiqilishiga qaror qilindi. Bema'nilik. Bu miqdor bilan bu yerga yaxshi tadqiqot qilishning iloji yo'q. Bu yerda qilgan biror bir tadqiqotingiz yaxshi bo'lganmi o'zi? Hamma qiladigan ishingiz faqat g'alati sehrlar. Qora sehrlarni kamsitish. Lekin qora sehr mamlakat tomonidan xavfli san'at deb belgilangan. Balki shahar tez orada uning qandaydir tartibga solish haqida qayta ko'rib chiqar. Qora sehrni taqiqlashni nazarda tutyapsizmi? Ahim, hozirgi vaqtlarga bu masala muhokama qilish rejamiz yo'q. To'g'ri, bu safar emas. Yuqorida aytib o'tilgan taqsimotlarni taxminiy davom ettiramiz. U holatda 6 institut sehr tanlovi natijalarining so'ng rasman yakunlanadi. Xohlaganingizcha g'azablaning. Bu hech narsani o'zgartirmaydi. Aytganimdek, tanlov natijalariga, raqamlarga ta'sir qiladi. Shuningdek ekan, imkoniyatdan unumli foydalaning. Agar qora sehr maktabi g'alaba qozonsa, bu shahar tuzumiga qo'shilgan hissasi va biz mablag'ni avvalgidek saqlab qolamiz. Agar g'alaba qozonsak, o'tgan yillik miqdorda qolamizmi? Bu ketishda qora sehr maktabi vayron bo'ladi.
Bu bezaklar ajoyib. Sehrgarlar festivali mashhurmi Bu o'zi? shunchalik mashhurki, tirik odamlar orasida bu haqida bilmaydigan Bu haqda odam birinchi marta yo'q. eshitishim. Ishonmayman. Bu odamning qanchalik heyejonlanganidan ham katta voqea kelganini To'xtang ustoz. bilsangiz bo'ladi-ku. 6 inch sehr tanlovi haqida eshitmaganman demang. Men uni bilaman. Bu 6 ta maktab o'zaro kurashadigan sehr musobaqasi. Bu asosiysi. Siz ham ishtirok eta olasizmi, ustoz? Mendan yangi kelganlar jangda qatnashishni so'radi. Qizil sehr maktabiga borishingizni intiqlik bilan Agar kutyapman. qatnashsa, unda qandaydir ta'sirlikroq sehrdan foydalanish kerak. Yo'q, menimcha uchish sehridan foydalanish kerak, chunki u yaqin atrofdagi Yo'q, qishloqlarda qizil. mashhur. Demoqchimanki, faqat bittasi bilan cheklanmaganmi? Sehr tanlovi maktabga qarshi maktab. Lekin siz qaysi birida qatnashasiz? Men ertaga direktor bilan gaplashaman. Tafsilotlarni o'shanda aytishadi. Lekin festival ertaga boshlanadi va yangi kelganlarning jangi birinchi kunda bo'ladi. Bu ancha pala-partish reja. Siz bu haqda mendan ko'ra ko'proq biladiganga o'xshaysiz. Siz hayajonlanyapsizmi? Siz shunchaki bunga befarqsiz. Demak, hech qachon insonlar festivalidan zavqlana olmaydi. Nihoyat bu yakunlandi. Bu bilan men o'sha barcha ahmoqlarga qora sehrining ulug'vorligi haqida saboq berib qo'yaman. Endi chaqirig'imga quloq sol. Jinlar olamiga kelgan yirtqich. Buni uddaladim. Bu jinlar olamidagi eng dahshatli yirtqich Gluttony. Ding, men xo'jayiningman. Men buni qilishga buyruq bermadim. Meni hoziroq qo'yib yubor.続く空その広さに決意がひるむこのままじゃ嫌なんだそう言ってこぎ出した誓いは揺れない当たり外れで勝ちを決めるなよ僕だけの道で僕を生きていけ